Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Ilhomjon aka. Bugungi tabrigimiz siz uchun video murojaat tarzida bo'ladi. Qo'ng'iroqni ko'tara olmaganligingiz sababli video murojaat tarzida sizni tabriklab, kayfiyatingizni ko'tarishni istadik. Akajonim, bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, bunday go'zal kunlarning davomiy bo'lishini tilaymiz. Dunyodagi eng baxtli, omadli insonlar safida bo'lishingizni ham chin qalbimizdan tilab qolamiz. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam. Siz uchun baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tavallud kun muborak. Bugungi fayzli kunda qarshilayotgan shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Yoshlaringiz muborak bo'lsin. Avvalo tanajoningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Sizni go'zal tarzda tabriklash va sizni yanada xursand qilish maqsadida yaqinlaringiz tomonidan loyihamizga ajoyib tabriknoma, dilnoma maktublari yetib kelgan ekan. Sizning eng yaqin insoningiz, do'stingiz ekanlar, lekin sizdan uzoqda ekanlar. Rossiyadan turib sizni tabriklab, kayfiyatingizni ko'tarishni istabdilar. Sizning eng yaqin insoningiz, akangiz ham do'stingiz Dilmurod aka nomlaridan loyihamizga mana shunday go'zal tabriknoma maktublari yetib kelgan ekan. Do'stingiz nomidan go'zal tabriknomalarni, dilnomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirishga harakat qilaman. Hurmatli va qadrdon do'stim, bugun sen uchun eng aziz, eng nurli kun dunyoga kelgan kuning. Bunday kunda seni chin dildan eng ezgu tilaklarim ila muborakbod etaman. Sening borliging atrofdagilarga iliqlik baxsh etadigan quyoshdek. Mehring, samimiyliging va insoniy fazilatlaring bilan ko'ngillarni zabt etasan. Har bir so'zingda donolik, har bir qadamingda esa baraka, harakatlaringda esa katta umid va ishonch bor. Tilaymanki hayoting doimo shunday yorug' kun kabi fayzli, baxtli va mazmunli o'tsin. Inshaalloh yaxshi kelin nasib qilsin. Orzu niyatlaring qanot qoqib ro'yobga chiqsin. Har qanday sinovlar seni kuchliroq qilsin. Quvonch esa hech qachon sendan yuz o'girmasin. Yuragingdagi orzular hech qachon so'nmasin. Qalbing doimo osoyishta va shod bo'lsin. Senga mustahkam sog'lik, tuganmas baxt, bardavom hayot va qalb xotirjamligini tilayman. Doimo seni qadrlovchi insonlar qarshovida bo'lgin. Hayoting faqat baxt va omad bilan to'lsin. Alloh seni har bir qadamda asrasin. Yuraging hech qachon g'am ko'rmasin. O'zing intilgan barcha ezgu maqsadlaringga yetishingni tilayman. Har tonging quvonch bilan boshlansin. Kunlaring xotirjamlik va baraka bilan o'tsin. Sen har doim men uchun suyukli ukam, do'stim bo'lib qolasan.
Alloh sening yo'lingni yorug', umringni baxtli, baxtingni doimiy qilsin. Yuzingdan hech qachon tabassum arimasin. Qalbing doimo go'zallik va ezgulik bilan to'lsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, aziz va qadrli ukajonim. Yo'llar turfa xildir, lekin bir manzil. Qabrda ham yo'ldosh bo'l qiyomatgacha. Do'stim ko'p, Allohga shukr aytaman, ularning ichida o'rning boshqacha. Suyanch topolmasam, suyanch tog'imsan. Darddosh topolmasam, chin darddoshimsan. Namozlarda birga turgan bir safdoshimsan. Hamma do'stlar ichida o'rning boshqacha. Bilasan, ko'ra olmay ko'rguvchilar bor. Gullasang gulingdan uzguvchilar bor. Yiqilishim istab reja tuzguvchilar bor. Hamma do'stlar ichida o'rning boshqacha. Seni chin dildan tabriklayman hurmat bilan, do'sting Dilmurodbek deya mana shunday go'zal tabriknomalarni, dilnomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Yaxshi qoling, sog' bo'ling. Alloh panohida bo'ling akajonim. Eslamaydi dema, har dam yodimdasan. Jon do'stimsan, tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan. Do'stim deding, dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. Kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing, yelkam qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding, dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. Og'ir kunda qiynalmasdan xizmat qilding. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Yoshligimdan birga o'ynab birga kulding. Ardog'imda ardog'lagan eng yaqin do'st. Do'stim deding, dunyo
ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. Eslamaydi dema har dam yodimdasan.